Real Madrid Abduqodir Husanovni ijaraga olmoqchi. Real Madrid qishki transfer oynasida ehtiyotkorlik bilan harakat boshladi va Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning holati bilan qiziqdi. Klub himoya chizig'ini katta moliyaviy sarmoyasiz kuchaytirish uchun ijarani jiddiy variant sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Fichajes.net xabar beradi. Bu qadam jarohatlar va rotatsiya yetishmasligi sabab qisqa muddatli yechimlarga muhtoj bo'lgan Realning rejalariga mos keladi. Shu nuqtai nazardan Husanov sport va strategik jihatdan bozor imkoniyati sifatida baholanmoqda. Real Madrid Manchester City'ga murojaat qilib o'tgan qishda qariyb 40 million yevroga olingan, ammo Pep Gvardiola jamoasida kam o'yinib amaliyotiga ega bo'lib, o'zbek markaziy himoyachining ijaraga berilishi mumkinligini aniqlamoqda. Angliya klubi Husanovga uzluksiz amaliyot zarurligini tan olgan va raqobat yuqori bo'lgan tarkibda uning imkoniyatlari cheklanganini hisobga olib, ijara ochiqdi deyilgan. Realda Husanovning jismoniy kuchi, havodagi ustunligi va rivojlanish salohiyati yuqori baholanmoqda. Maqsad darhol raqobatlasha oladigan yosh himoyachini jalb etish. Moliyaviy barqarorlikni buzmaslik. Hozircha majburiy sotib olish bandi kuzda tutilmagan. Husanov zamonaviy markaziy himoyachi bo'lib, to'pni olib chiqish va turli himoya sxemalariga moslasha olishi bilan ajralib turadi. Manchester City'ga kelishi hozirgi va kelajak uchun sarmoya bo'lgan, biroq raqobat sabab vaqtincha kam rol olgan. Sport tomoni bilan birga Real Madrid marketing omillarini ham inobatga olmoqda. O'zbek futbolchisining kelishi Osiyo bozorida klub brendini kuchaytirishi mumkin. Bu hal qiluvchi omil bo'lmasa-da, umumiy bahoda ijobiy ta'sir qiladi. Manchester City futbolchini butunlay qo'yib yubormoqchi emas, ammo sifatli o'yin daqiqalarini ta'minlaydigan ijara variantini ijobiy qabul qilmoqda. Muzokaralar hali dastlabki bosqichda. Shartlar maosh taqsimoti muhim bo'ladi. Real Madrid esa qishki bozorda shoshilmay har bir qadamni sinchiklab o'rganmoqda. Husanovning ijarasi yosh, istiqboli past, rizq va tez moslashuvchan kabi talablarga mos keladigan real variant sifatida rejalarda saqlanmoqda. Keyingi haftalarda yakuniy qaror kutilmoqda.